Assalomu alaykum qadrli omonmisizlar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlar. Hozir Andijondagi Soy tarafidagi oq baliqqa yetib kelganmiz. Xudo xolasi yangi yo'l oq baliq ekan. Shu yerda farzandlari nomidan bir onamizni xursand qilgani yetib keldi. Yurakchani qizartirib, podpiskani boshlashga joy esingizdan chiqarmanglar. Sizlarni ham xonadonlarga tashrif buyurishda albatta bizning jamoamizga nasib. Shaqqa chiqargan. Assalomu alaykum. To'y bo'lyapti. Tabrik asaga jamoasi albatta nasib sizlarni ham xonadonlarga. Hizmet o'rni. Yok. Tabrik asaga tabrik. Tabrik ketdi. Nima tezkor? Mening aziz umidvorim, ko'zimning nuri onamdir. Suyanganimda ilhimorim, ko'zimning nuri onamdir. Mening aziz umidvorim, ko'zimning nuri onamdir. Suyanganimda ilhimorim, ko'zimning nuri onamdir. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas. Baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri onamdir. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas. Baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri onamdir. Qalbimda tilagim bidor, onajonim rahmat ming bor. Yuzlari nurli onam bor, ko'zimning nuri onamdir. Qalbimda tilagim bidor, onajonim rahmat ming bor. Yuzlari nurli onam bor, ko'zimning nuri onamdir. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas. Baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri onamdir. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas. Baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri onamdir. Qalbimda tilagim bidor, onajonim rahmat ming bor. Yuzlari nurli onam bor, ko'zimning nuri onamdir. Qalbimda tilagim bidor, onajonim rahmat ming bor. Yuzlari nurli onam bor, ko'zimning nuri onamdir. Bugun qarsagilar qo'yaptilar. Assalomu alaykum hammalarga, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Xolajonim, assalomu alaykum. Qalaysiz, jimsiz, omonmisiz? Shukrona kuningiz bilan, payg'ambarimizga ummat bo'lgan kuningiz bilan chin qalbimdan, chin yuragimdan muborakbod etaman. Xudo xolasa uzoq umrlar ko'ring, hech qachon qarimang, kasalan bo'lmang. Dilingizda nima niyatlaringiz bo'lsa, Xudo xolasa Xudoyim hamma niyatingizga yetkazsin. Hammalarga yoqimli ishlar. Xudo xolasa siz uchun Asakadan kelyapmiz, Baxtiyor akamiz nomidan, Xudo xolasa va ikkala qizingiz nomidan yetib kelyapmiz. Qarang, hozir Guldo'ganga borsak, gullar rasa ko'p edi ekanda. Qo'limdagi gullar ichida eng chiroyligi menman deb turadi ekan. To'xta dedim, mana Soy tarafda dedim, oq baliq markazida dedim, bir xolam bor dedim. Xolamni chiroyini ko'rib o'zingdan o'zing hijolat topolmasang bo'ldi. Qarang, qo'limdagi gul sizni chiroyingizni ko'rib o'zidan o'zi hijolat bo'lyapti. Shu gulni hozir sizga topshiraman, faqat bitta shart bilan topshiraman. Bugundan boshlab hech qachon qarimayman va kasal bo'lmayman deb va'da berib topshiraman. Va'da berasizmi? Bo'ldi, bitta gulni rost qarsanglar ostda. Salomat bo'lsangiz bo'ldi. Gullarda ochilib yuring. Hech qachon qarimay, hech qachon kasal bo'lmay, qalbingizda nima niyatingiz bo'lsa, Xudo xolasa Xudoyim hamma niyatingizga yetkazsin. Bitta niyat qilib qo'ydim. Xudo xolasa 100 ga kirganingizda ham biz shunaqangi yaqinlar davrasida hech qanaqa hassasiz, qarimagan holatda, kuchga to'lgan holatda, yuzingizga ajin tushmagan holatida, tishlaringiz but-butun holatida kelinglar bolalarim deb kutinglar, biz kelaylik, tabriklaylik, ashkunlarga yetkazsin. Ha, Xudo xolasa. Qaranglar, o'sha xolamning yuzida qon yurmadi, emas yugurdi hozir. Ha? Iltimos qilib biz kelishimizni, ha? Xudo xolasa, qaranglar, hammalarning qo'lingizda telefoninglar bor, Instagram sahifalar bo'lsa, tabrik Asaka desanglar chiqadi. Obuna bo'lganmisizlar yo? Biznikiga kelgan, Nilufar bilan. Ha, bo'ldi, tanib qoldi. Nilufar qaynog'asi. Xudo xolasa. Salomat bo'lsangiz, rahmat ketdigan. Charchamayapsizlarmi? O'zingiz tanib qoldi mana. O'zi qolganlarga ham aytib qo'yay, tabrik Asaka desanglar chiqadi.
Agar YouTube'da Izzatullo Azimjonov deb yozsanglar, shunaqangi videolarimiz kelib chiqadi. Sizlar ham ichinglardan niyat qilib qo'yasizlar. Sizlarda ham shunaqangi yaxshi kuninglarda, chiroyli kuninglarda biza tabrik asaka jamoasi kelib xizmatda bo'lishni nasib qilsin. Bola xursandmisiz? Kutmodinglarmish qilib biz kelishdik. Bir aytib qo'ymadim, mana bolalar keladi. Ha, mana. O'rtoq, asakaylar shunaqa gap yuzda bo'ladi-da. Salomat bo'lsangiz bo'ldi, sog' bo'lsangiz bo'ldi. Gullardek ochilib yurib, O'zbekistonimizda hech qaysi tug'ilgan kunni tortsiz tasavvur qilib bo'lmaydi, to'g'rimi? Hayotingiz to'rtta shirin bo'lsin degan maqsadda shu tortni ham olib kelyapmiz. Salomat bo'lsangiz bo'ldi, mana siz uchun. Yo'q, bola, hozir chiroyli she'r qo'shiqlarim bor, shuni eshitib olasizlar. Xudo xolasa sizlar uchun jamiki farzandlarning nomidan qabul qilib olasiz. Bu tort ustiga yoshingizni noto'g'ri yozib qo'yishibdi ekanda, bular qarang. Men o'zi qarang, bu 59 emas o'zi aslida. Biz endi 2 yildan beri ota-onalarimiz tabriklab yuramiz-da farzandlar nomidan. Bitta tug'ma talantim bor, foydalanaymi siz uchun? Qizlaringiz nomidan. Hozir yoshini taxmin qilib to'g'ri topishga harakat qilaman. Agar rostdan ham to'g'ri topib qo'ysam, chiqib Melisaga berib yubormasangiz bo'ladi. Bu bola nimaga to'g'ri topyapti-kin deb ertaga sudlashib yurmaylik chiqib olib. Agar rostdan ham to'g'ri topib qo'ysam, qo'li bo'shlar qarsiga chopib qo'yasizlar. Agar bitta qo'lida telefoniga videoga olayotganlar bo'lsa, bitta qo'lingizda 100 yillar yurib ko'rasizlar. Qarsak hisobida qabul qilib olaveraman. Kelishdingmi? Aytaveraymi? Xola aytaymi, taxmin qildim, rangin qildim. Menimcha siz bugun 17 yoki 18 yoshda. To'g'rimi? To'g'ri topdimmi? Ilgariga ikkita sonda aytmadim. Xudo xolasa, Xudoyim shunaqangi 18 yoshda yana 18 tasini bersa, har birida har yilida kelaylik, tabriklaylik, ashkunlarga yetkizsin. Nima dedinglar, ha? Xudo xolasa siz uchun bugungi kunda qahramoni sizsiz. Ikkala farzandingiz nomidan bugungi kundagi shunaqangi chiroyli dasturxonlar, chiroyli sovg'a podarkalar faqat siz uchun ikkala farzandi nomidan va yaqinlarining nomidan bitta chiroyli she'r bor. Ijro qilib beraman, yo'q demasanglar. Bo'laveradimi, eshitaverasizlarmi? Meni qudam. Ha, qudingizmi? Voy, ha, Xudo xolasa, xudolarni ham oqibatinglarga ko'z tegmasin. Salomat bo'lsanglar bo'ldi. Sizlar uchun jamiki farzandlarning nomidan qabul qilib olasizlar, qo'ldan kelgancha. Boshim qo'yay bugun pok poyingizga. Qalbim to'la mehr daryo soyingizga. Mehribonim tanhoginam jonajonim, boringizga shukr deyman, boringizga. Neki bo'lsa hammasidan qimmatimsiz, pok iymonim yorug' yuzim himmatimsiz. Dunyolardan topib olgan jannatimsiz, boringizga shukr ona, boringizga. Qalbimdasiz, doim mening jonimdasiz, qayda bo'lsam hayolimda yodimdasiz. Baxtiyorman gar bo'lsangiz yonimdasiz, boringizga shukr ona, boringizga. Farishtalar o'tib o'ngu so'lingizdan ibrat olsin sizning umr yo'lingizdan. Aylanayin men bolam degan tilingizdan, boringizga shukr ona, boringizga. Or qilaman hamma qilgan xatoyimdan, ko'nglingizga bergan nogoh jafoyimdan. Umringizni so'ray qodir Xudoyimdan, boringizga shukr ona, boringizga. Boringizga shukr ona, boringizga. Xudo xolasa boringizga shukr qiladigan shunday farzandlaringiz, yaqinlaringiz hamma salomat bo'lsin, sog' bo'lsin. Endi sizga yana bitta ashula bor. Agar hozir ayting desiz aytamiz, aytmang desiz majbur aytamiz, eshitishga majbur bo'lasizlar. Bo'laveradimi? Ijro qilaveraylikmi? Farzlar ketdi. Ha! Oqshomcha bo'ladiyina. Hey! Qalbi bo'linadi dunyolarga. Ey farishtalar, oching jannat eshigini. Qotongacha aytgan onalarga. Yurakda tashkor qilmas onam, bolam bir onam. Jannatim onam. G'am ko'rmasin biz bolam, boringizga shukr onam. Ey kunlar tushdi boshiga, oq oraladi sochiga, Allohim yosh qo'shoshiga onamni. Yarim qilmagin, onamdan ayirmagin, panohingda asragin onamni. Yurakda dard
Bu ashulalar jamiki onalarimiz uchun bizning maqsadimiz dunyodagi barcha ota-onalarni farzandlari nomidan xursand qilib, ko'ngillarini ko'tarib, ularga sovg'alar topshirish. Xudo xolasa xolajonim sog' bo'lsangiz bo'ldi, salomat bo'lsangiz bo'ldi. Bugun shuncha odamni guvohligida bugun siz 18 yoshga kirgizib qo'ydim. Keyingi yilda xudo xolasa 19 da ko'rishaylik. Nasib bo'lsa. Xudo xolasa 19 yoshda bundan-da katta sahnalarda, katta joylarda, chiroyli joylarda ko'rishaylik. Bugundan boshlab miyangizda qanaqangi g'am tashvishlaringiz bo'ladigan bo'lsa, bir chekkaga shunday chiqarib orasida hayotda kulib, o'ynab, maza qilib yashasangiz, shuni o'zi katta baxt. Uni Avaz oxu aytgandek yashab bersangiz bo'ldi xolos. Xudo xolasa. Xursandmisiz? Eng asosiysi, xursand bo'lsangiz bo'ldi. Endi bizni shu joyga chaqirgan, olib kelgan ikkala farzandingiz haqiga bitta chiroyli duo qilib qo'ysangiz, biz ijtimoiy tarmoqlarimizga esdalik bo'lib qoladi. Qani? Ela duo qilib qo'yasiz. Ha, mana xolam duoga chiqyapti mana. Keling xolam. Ha, tashda turib duo qilib. Amin. Alloh taolo senin bu mendan keyingisi biz 8 qiz bir o'g'ilmiz. Bundan keyin bu ikkinchi men birinchi. Alloh taolo mendan keyingi jigarlarim hammalar umrlari uzun bo'lsin. Sababchi bo'lib bu sinimi Alloh shunaqa chiroyli kunda duo qilyapmiz. Ketma-ketiga haj amaliga oyog'i yetib borishini o'zidan so'rab qolamiz. Bolalarning rohat kamolini ko'rganiga shukr, shu bolalarni berganiga shukr. İki farzanding Allohim hamisha oltin boshi omon bo'lsin. Seni hurmat qilsa farzandlardan bular hurmatlarga sazovor bo'lsin. Sizlar kelibsizlar, sizlarda oltin boshinglar omon bo'lsin. Hurmat qilib kelibsizlar Asaka degan joylardan. Alloh hamma shu yerda o'tirganlarni shunaqa chiroyli, go'zal tabriklar nasib aylasin. Alloh taolo qalbingizda nima maqsad bo'lsa o'zingizlar kutgandan go'zal chiroyligini bersin. Nabira ko'r, chevara ko'r, orqasidan evara ko'rib ham chiroyli mana shu yuzing tabassumda og'rima sog' salomat yurish ko'rishga nasib aylasin. Kelgan mehmonlarimiz qadamlariga ming hasanatlar bo'lsin. Davomiy shunaqa xursandchilik kunni ko'rib yurishlikka Alloh hammamizga nasib qilsin. Allohumma solli va sallim va barik ala rahmatika ya arhamar rohimin. O'tguvchilarimizni arhamar rohimdan nasib aylasin. O'tgan ota-onalarimiz ruhlari shod aylasin. Alloh hammamizni xursandchilikda ko'rsatsin. Aytganinglarga xursand bo'ldinglarmi? Asosiysi xolajonim yelkangizdan tog' ag'darilgandek bo'ldimi? Bo'ldi, biz maqsadimizga erishdik. Salomat bo'linglar, tug'ilgan kunni yaxshi o'tkazib olinglar. Salomat bo'linglar, xo'p.